Yotoqxonadan chiqishimizda xuddi shunaqa koridorimiz bor. Koridorimizga esa pardamizni shunaqa lusiniy fason qilib berdik. Tepalari tugmacha fasonda bo'lgan. Bu tomlariga shunaqa ruchnoy rabota qilib ishlab berdik. Planka qo'yib, orqalarida esa sekretniy chok bilan qilib berdik. Tul pardalarimizni kirish holimizga o'xshagan bir xilda shunaqa anatomiya qilib ishlab berdik. Kichikasini esa shunaqa xatlarga yig'ib berdik. Juda ham ideal holatda chiqdi. Bundan kirishimizda shunaqa zalimiz bor. Hozir zalimizni sizlar bilan birga gaplashib chiqamiz. Qani ketdik. Bu asosiy kirish zalimiz bo'ladi. Zalimizga shunaqa ipak matolarimizdan ishlab berdik. Swarovski toshli bahramalarimizni qo'yib berdik. Dvigatel bo'lganlarimizni ham turetskiy qilib chiroyli qilib moslab berdik. Pano tullarimizni esa shu uyimizni chekka qismida shunaqa klassik naqshlarimiz bor. Shu naqshlarimizni moslagan holatda chiroyli qilib ishlab berdik. Bo'ylari ham juda ham tekis, ideal holatda chiqqan. Uyimizni dizayniga moslagan, baggilarimizga moslab shunaqa ideal fason qilib berdik. Endi esa navbatdagi xonamizni sizlar bilan